Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan ingliz tilida should modal fe'lini o'rganib chiqamiz. Should maslahat berish, tavsiya qilish, kerakli yoki kutilayotgan holatni ifodalash uchun ishlatiladi. Uning grammatik tuzilishi quyidagicha, ya'ni boshida subject keladi, keyin should, undan keyin esa fe'lning asosiy shakli, ya'ni fe'lning birinchi shakli keladi. Masalan, misollarga qaraydigan bo'lsak, I should study more. Men ko'proq o'qishim kerak. You should sleep early. Sen erta uxlashing kerak. They should help us. Ular bizga yordam berishlari kerak. Hammasida maslahat, tavsiya ma'nosida ishlatilgan. Demak, should modal fe'lini birinchi asosiy ma'nosi maslahat berish, ya'ni advice. Biror kishiga qandaydir tavsiya yoki maslahat berishda ishlatiladi. Masalan, you should drink more water. Ko'proq suv ichishing kerak. He should visit a doctor. U shifokorga borishi kerak. We should practice English every day. Biz har kuni inglizcha mashq qilishimiz kerak. Demak, ikkinchi asosiy vazifasi kerakli yoki majburiyat bo'lgan holatni bildiradi. Mild obligation deyiladi, ya'ni yumshoq majburiyat. Qattiq buyruq emas, balki qilish to'g'ri bo'lgan ishni bildiradi. Masalan, students should respect teachers. O'quvchilar ustozlarni hurmat qilishlari kerak. People should follow the rules. Odamlar qoidalarga amal qilishlari kerak. Uchinchi vazifasi esa kutilayotgan holatni bildiradi, ya'ni expectation deyiladi. Biror narsa sodir bo'lishi kutilayotganini bildirish uchun ishlatiladi. Masalan, the bus should arrive soon. Avtobus tez orada kelishi kerak. She should be home now. U hozir uyda bo'lishi kerak. Inkor shaklini yasashda shouldga not qo'shiladi. Qisqartirilsa shouldn't. Demak, egadan keyin shouldn't keladi, keyin esa fe'l keladi. Masalan, you shouldn't smoke. Sen chekmasliging kerak. We shouldn't waste time. Vaqtni bekorga sarflamasligimiz kerak. So'roq shaklini yasash uchun should oldiga chiqadi. Demak, should, undan keyin ega, keyin esa fe'l. Masalan, should I call him? Men unga qo'ng'iroq qilaymi? Should we start now? Hozir boshlaymizmi? Endi esa o'rganganlaringiz bo'yicha quyidagi mashqni ishlashingizni va javoblarni izohlarda yozib qoldirishingizni so'raymiz.